Aqto'ning naysini jiddiy 10 nafar qiz boladan qabul qilamiz. Xonim, qizlar, xonim, o'to'llar. Ya qiz bolalar. 17 yoshdan 25 yosh araliq. 26 yosh bo'lmaydi. 30 yoshda ham bosmi? Ha, bunda bir ishni qila olganda, ha? Ish qila oladigan bo'ladi. Ha, bunda deymiz, bunda 70 yosh kelsin bo'lardi. Ish qila olsam, to'g'ri qotami? Ha, ana lekin qilgan ishinglar tosh chaqsizlar. Nima qanday tosh chaqimiz bu yerda? Qo'limda chasab qo'ydik, 100 qo'li qila oladigan. Qizlarni ham da tuta oladigan. Eng asosli ham shu yuz bilan to'lovni eng puxta biladigan boshqa tirnoq o'chbo'china lazım yo'qmi? Shu yuz bilan to'lovni yaxshi qila oladigan qiz bola bo'lsa, rasmiy maosh bilan ham ishlatma. Bu 3000 ko'ydim, 5000 bo'ldi. Andan keyin agar uqmaydim, mushkes qiziqdimi, o'gnay degandim deyali bo'lsanglar, rasmiy biz qirchon shaklda rasmiy o'gitimiz-ku, buni qishag'imiz qirchon tuzib turib, manchalik vaqt o'gnib qola olasiz deb to'xtam bilan, lekin buniki shu Facebook. Jo'bisva. Taşaklı adam işletmesi böyle. Ögünü şaqqı ne? Kelgan deyishinglar. Kelgan deyishinglar. Andan yana ikki taqsiz qabul qilamiz. Ko'yda qilalayotganmiz, va ko'yda qilib qolgan bo'lsa 500 ta ko'yda va shu ishkinglar ko'yda elib ko'yda qilib mal sotqash. Mishta bir yetkizib beramiz shudami? O adukaniki. Shu mishtisizlar izdirni shu qadukan kelsa. Ko'yda qilalaydigan, shu muqim qilalaydigan lekin men uydamayman, uning qanday uydigan vaqtim yo'q. Shu to'liq bilish kerak. O ko'yda uyishga bilan salmon direkt chiqadi o. Bunlar gapishmiki deyman. Ishkatim qilsam bo'ladi o ko'yda ishda. Undan bo'lsa, kesin birozda. 75 90 02 60 70. Üstüge öyleden çıkıp koydum. Bu işte kastanız oldu. Anadolu'dan bazı dükkan kayısı olsanız Çiğhualı'nın mesela şimdi bakalım piyanotçu gezpekler kandarak mağazalarını bildiğalı piyanotçu gezpekler kandarak mülazmet oldu. Hemen izliyorsunuz şu dama. Gelip tüydüm ha. Bu işte kılgan bulduk mu? Ondan da benim numara telefon kılsanız şu çıldırgan kız olarak şu Çiğhualı'ya kadar yüzünü konuya kıldıran kız olarak bir şey isteyizler. Anadolu'dan şu benim degende şaşırak, yaşırak. Manda şu kavchongni kasbni o'qiyotgan qizlarni jiqroq emas, mo'la nima ish qilishni uqolmay, bir qo'yib qoldik. Ota-onalar o'zilgan. Ota-onalar ekipasi biz bu yerda 17 yoshdan boshlab o'rganayotgan shogirdlar bor hozir bizniki. Biz o'zim shaxsan bekavas qilmaychi, shular 17 yoshdan boshlab shunday muqim bir ishning beshini tutib o'rgansa, u 19 20 yoshga kirguncha ustam bo'lib bo'ldi. To'g'ri. Bu aniq va masalan bir yerdan 1,5 ming ko'ydim maaş ishlagandan 1,5 ber biz uni o'rganib bo'lsa bevositalar hisoblab qo'yganman. Bir yil 1,5 ming ko'ysa 18 ming ko'rishlaysiz. 2 yil sizdan 36 ming ko'rgan. Andan keyin siz agar 3 yil ustam bo'lib ketib qolsangiz 3-yilda 4 ming ko'ydan yoki 5 ming ko'ydan ishlasangiz 3 yil ishlagan uchun 1 yil pul topasiz. Mana bu unaniki xosiyati. Undan ortiq yaqinroq bevosita qilsa bir yerni o'rnalab qolsa hozir mana cho'ng do'kon, mana nimada nima? Longzuyan ha. Lotayanın keyin Longzuyan endi do'kon. Mishakasini bo'ldi. Ish qizlarni hobinga nimaga olamiz? Ekan ko'lga. Undan laqab berib o'z o'z aloqa qilsa.